Mana, Xo'p, hisoblab bersangiz. xo'p bo'ladi. Xo'p, sizdan 210 ming bo'ldi. Hozir. Do'stim, qarang. Ertalab kiyimimni almashtirganimda pulim boshqa kiyimda qolib ketibdi. Olib chiqmabman, shunga pulini ozgina keyinroq tashib ketsam bo'ladimi? Mayli, narsalaringizni chetga qo'yib turaman. Yo'q. Vaziyat bunday. Xullas uyga mehmonlar kelgan, narsalarni tez olib borishim kerak. Hozir narsani olib ketaman. Uyga borib pul olib, sizga pul tashib ketaman. Bo'ladimi? Yo'q, unaqaga bera olmayman, lekin sizni tanimasam, birinchi marta ko'rib turibman. Iltimos, yo'q demang. Endi birovning haqqi bizga kerak emas. Xudodan qo'rqamiz. Yo'q demang. Mayli, tashlab ketarsiz bo'lmasam. Baraka toping. Rahmat. Sizga ishondim. Rahmat. Tushungan odam ekansiz, rahmat. Ishonganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. 1 2 3 4 ta. 1 2 3 4 5. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Mabodo sizlarda nasiyaga berilmaydimi? Yo'q, bizda nasiyaga yo'q. Shu oylikni olishim bilan olib kelib beraman. Yo'q aka, tushundim. Faqat bizda nasiyaga berilmaydi. Gapni ochig'i, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Agar ishonmasangiz, pasportni tashab ketaman. Gapimni tushunmadingiz shekilli. Bizda nasiyaga savdo qilinmaydi deyapman. Uzr. Humoyun, tinchlikmi? Pasportimni olib nasiyaga bermaysizmi deydi. Pasportini tashlab ketsa berib yubormaysanmi? Odamlar Xudoni aytib aldab ketyapti-yu. Pasportma degan gap. Yo'q, shunaqa bo'ldimi? Bittasi hozir olib kelib beraman, Xudodan qo'rqaman, sizni haqqingiz bizga kerak emas deb qaytib kelmadi. Mayli, siqilma do'stim. Senga Xudo bersin. Bo'pti, gaplashamiz. Charchaman. Mayli, do'stim sog' bo'l. Abdulhay, qara kassaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Haligi 5 kun oldin bir yigit do'koningizdan qarz bo'lib ketmaganmidi? Ha, bitta noinsof hozir pulini olib kelib beraman deb qaytib kelmagandi. O'shani aytyapsizmi? O'sha nech pul edi? 210 ming edi. Nima edi? Xullas, ukam do'koningizdan narsa olib uyga ketayotganda avtohalokatga uchradi. O'ziga hech narsa qilmabdimi ish qilib? O'tib qoldi. Nima? Haligi shunga kasalxonada sizdan qarzi borligini aytib joni uzildi. Ma'zur tutasiz, mana. Ma'rakalar bilan bo'lib biroz kech qoldik. Mayli. Endi birovning haqqi bizga kerak emas. Xudodan qo'rqamiz. Ishonganingiz uchun katta rahmat.